Assalomu alaykum hurmatli Ramazon ifori kanalimiz obunachilari, aziz mehmonlar, xonadon sohiblari. Mana bugun Abduohijonni xonadonidamiz. Abduohijjon birodarimiz o'g'illarini uylantiryapti ekanlar. Shu taklif qilgan, endi bizni birga hajda safar qilgan, Allohning baytida birga dadalarimiz bilan birga bo'lgan hoji aka, hoji onalarimiz deb taklif qildilar. Ertaga to'y ekan, bugun bir kun oldin keldik mana. Yeb ichib chiroyli mehmon bo'ldik. Endi bir joyda musulmonlar to'plansa-yu, bu yerda bir Allohning zikri bo'lmasa, bir Alloh taoloning diniga taalluqli bo'lgan gaplardan, so'zlardan bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida bularda holi shatoshna gap bor. Alloh taolo qiyomatda ulardan intiqom oladi degan gap bor. Hozir bir narsa esimga tushib ketdi. Bir ajib bir narsa o'qib qoldim men. İmom Malik rahmatullohi alayhi radhiyallohu anhu kishi mazhab boshlaridan 4 ta imom bor. Bizning mazhab boshimizning ismlari Imomi Azam, Abu Hanifa. Yana Imomi Shofiy degani bor. Imomi Ahmad ibn Hanbal bor va yana Imom Malik borlar. Shu Imomi Malik bu kishi ham mujtahid olimlardan, yana u kishi mazhab boshlaridan. O'zi Malikiy mazhabini boshladi. Shu aytadilar shu kishi. إذا رأيت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. Agar deydi, agar deydi qalbing qasovat bo'lib ketayotgan bo'lsa, badaning zaiflashib ketayotgan bo'lsa va rizqing torayib ketayotgan bo'lsa, nima degani bu? Agar qalbing qatib qasovat bo'lib ketgan bo'lsa deganichi, buni qishloq tilida tushuntirib qo'yay o'zimiz oddiy tilda. Kimlardir bir masalalarni eshitib, shariatda, dinda, Allohning payg'ambarda muhabbat haqidagi gaplarni eshitib, kimlardir yig'lab eshitadigan masalani, sen eshitayotganda senga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, kimlardir yig'lab eshitayotgan masalani sen apandi, latifa eshitayotganda hayoling boshqa yerda yo bo'lmasam beparvo eshitayotgan bo'lsang degani. Ya'ni qalbing qatib ketayotgan bo'lsa degani, Alloh taoloning rahmati sening qalbingga kirmayotgan bo'lsa. Yoki bo'lmasam, mana jasading zaiflashib, behol bo'lib, shunaqa bo'shashib, bir ish yoqmas bo'lib ketayotgan bo'lsang, yoki uchinchisi rizqing torayib ketayotgan bo'lsa, bilginki, sen bema'ni, befoyda gaplarni ko'p gapiryapsan ekan. Mana shu moloyani deganichi, na dunyoyingga, na oxiratingga foydasi yo'q bo'lgan bema'ni, befoyda gapni ko'p gapirayotgan bo'lsang, demak mana shu 3 ta ish bo'lyapti sen bilan. Qalbing qatib ketyapti, badaning zaiflashyapti va rizqing nima bo'lyapti? Tor bo'lib ketyapti. Demak, musulmon odammi, to'g'ri ham suhbat bo'ladi, gaplashib o'tiradi, lekin bo'ladigan suhbati ham, qiladigan ishi ham yo bir dunyosiga foydali bo'lishi kerak, yo bir oxiratiga manfaatli bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki dunyosiga ham oxiratiga ham foydasi yo'q narsa bu yo maloyani gap bo'ladi, yo g'iybat bo'ladi. Hattoki g'iybat shu qadar yomon narsaki, bu shayton alayhilarni buni shunaqa chiroyli ko'rsatadi. Natija nima? Yomon ishlarni, yomon gaplarni qilgisi kelib qoladi, shu bilan maza qiladi, rohatlanadigan bo'lib qoladi. Shu g'iybatni eshitib gaplashib maza qiladi, uyqular qochib ketadi. Chiroyli masala bo'layotganda kelgan uyqu g'iybat boshlanganda qochib ketadi. To'g'ri. Chunki shayton alayhilarni shuni yaxshi ko'rsatadi. Payg'ambar alayhissalomdan shu mazmunda bir hadis borki, aytadilar, jannat odamlarni fe'liga, nafsiga yoqmaydigan narsalarga o'rab qo'yilgan. Do'zax odamlarga yoqadigan, nafsga yoqadigan narsalarga o'rab qo'yilgan. Demak, ana shu narsalar siz bilan bizni nima qiladi? Chalg'itadi. Va zukira anna iblis la'anahulloh laqiya Sulaymon sallallohu alayhi vasallam. Bir kuni Sulaymon alayhissalomga shayton ro'para kelib qoldi. U kishi Sulaymon alayhissalom payg'ambar alayhissalom. Ham payg'ambar, ham podsho bo'lganlar. Payg'ambarlar farishtalar bilan nimalar, hatto shayton bilan ham ko'rishib gaplashganda edi. Ro'para kelib qoldi. Yana keyin faqala lahu Sulaymon, shayton Sulaymon alayhissalom shaytonga aytdiki, ya ma'lun ma anta sani'un bi ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Sen Muhammad alayhissalomning ummatiga nima tayinlab qo'yding? Ularni qanaqa qilib adashtirmoqchisan? Muhammad alayhissalomning ummati, oxir zamon ummatini nima bilan qilmoqchisan dedi. Faqala lahu al-ma'un
u kishiga shu ma'lum shayton alayhilani aytdiki, ya Sulaymon la ad'uannahum hatta takuna ad-dunya va darihum ashha indahum min shahadati an la ilaha illalloh. Men ularga shunaqa narsa tayinladimki deydi, ularga dunyo bilan o'sha moli dunyo, ularda o'sha mana dunyoda yurishi, yashashi la ilaha illallohdan chiroyli ko'rinadigan qilib qo'yaman. Pul to'plash, mol to'plash, dunyoni yaxshi ko'rishlik, la ilaha illallohdan o'zga iloh yo'q degan kalimaga guvohlik berishdan ko'ra suyukliroq qilib qo'ydim men ularga. Shu narsani tayinladim ular uchun dedi. Ya'ni kimki o'sha Alloh taoloni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'qlik degan tavhiddan chalg'isa dunyosida, mayli bo'lishi kerak, boy bo'lsin musulmon ham, puli bo'lsin, dunyosi bo'lsin, lekin shaytonni haligi vasvasasiga tushib ketib qolmasinki, shu Allohning ibodati dunyoni tijoratidan pastda bo'lib qolmasin. Buni misolini ulamolar kemaga o'xshatibdi. Katta kemalar suvni betida ketadi. Suvga cho'kmaydi, suvni betida ketadi. Nimaga desa, suv kemani tashqarisida. Suv kemani tashqarisida bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Cho'kmaydi. Endi qachonki suv kemani ichiga kirsa, kema g'arq bo'lib ketadi, cho'kib ketadi. Demak, musulmon odam ham dunyoni kezib yorsin. Uylari bo'lsin, qimmat mashinalari bo'lsin, lekin muhabbat, Alloh taoloning muhabbati, qalbdagi muhabbatning joyi Alloh taoloning payg'ambarning muhabbati bo'lsin. Ishqi bo'lsin. Haligi Abdul Fattoh Mahdumni bir baytini ko'p aytib beraman, Andijonda yashab o'tganlar u kishi. Ahli ma'nilarga har kim ishq olur, ishq olurdan ul ichiga ishq olur. Ishq olur deb har kishi ishq olmasa, ul ishidan ham zarurroq ishq olur. Ya'ni ahli ma'ni, ahli ilmlar. Ahli ilmlarga har kim yaqin yursa degani, ishq qilsa degani yaqin yursa degani. O'sha ahli ilmlarga, yaxshi solih kishilarga yaqin yurishning natijasida u ichiga ishq oladi. Ya'ni Allohni va Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ishqini ichiga oladi, muhabbati tushadi ichiga. Dinga, oxiratga, jannatga ishq tushadi. Endi ishq olur deb degani ishim qolib ketadi deb har kishi ishq qilmasa, o'sha olimlarga yaqin yurmasa, u ishidan zarurroq bo'lgan oxiratda ish qolib ketadi deb u kishi shunday debdilar. Demak, birodarlar, biz qanday holatda bo'lsak ham, boy bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytdilarki, loqatamal iymon man radiya billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyyan va rasulan. Kim iymonning lazzatini, mazasini totadi desa, kimiki Alloh taoloni Robbim deb shunga rozi bo'lsa, ya'ni Alloh taolo uni boshiga nima ish solayotgan bo'lsa, boylik solyapmi, kambag'allik solyapmi, sog'lig'imi, kasallikmi, o'limmi, hammasiga rozi bo'lishligi, Allohni Robbim deb rozi bo'lishligi shunga. Man rodiya billahi robba va bil islami, va islom meni dinim deb shunga rozi bo'lsa. Islomda haligi satropka qilib, haligi kartoshka, piyoz satropka qilgandaqa, yaxshi yomonga ajratgandaqa, mana yeri bizga to'g'ri kelar ekan. Musulmonchilik demoqchisi biz hozir qilmay turib bizga bo'lmaydi ekan demasin deyapti. Ona onisini ham, mana onisini ham islomda hammasini to'liq olsin. Bisilmi kaffa. To'liq musulmon bo'lsin. Islomni to'liq qabul qilsin va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyyan va rasula, payg'ambar Muhammad meni payg'ambarim deb shunga rozi bo'lsin deganda, o'sha kishining sunnatini mahkam ushlab, o'sha kishini qil degan narsalarni qilib, qilma degan narsalardan qaytsin degan hukm ekan. Ana shunda ana odamlar mana bu moloyani ishlardan, boyaga aytilgan qalbi qasovat bo'lib ketadigan, rizq tor bo'lib ketadigan, badani zaif bo'lib ketadigan yomonliklardan Alloh uzoq saqlar ekan. Alloh taolo so'zimizni oxirida aytamizki, bu Abduoyjon ukamizni farzandlarini, mana kelinlarini qo'sha qarib baxtli bo'lishligini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bu farzandlarda baxt kamolini o'zlari ham, bu yerda qaynota-qaynatalar ham o'zlarining ota-onalarining hayotlari bormi? Oyimizlar bor. Dadamiz vafot qilgan ekanlar, endi Alloh rahmat qilsin, o'qituvchi odam bo'lganda bu kishi aytdilar. Hoji ona bor ekan, payg'ambar alayhisalom aytganlarki, ota-onasi bor bo'lgan odamni jannatning ikkita eshigi ochiq dedi u kishiga. Agar bittasi vafot qilib, bittasi qolgan bo'lsa, bitta eshigi baribir ochiq turgan bo'ladi. Jannatingiz bitta eshigi ochiq ekan. Alloh taolo onangizni xizmatini qilib, u oyimiz ham xudo xolasa mana shu farzandlarni baxtini ko'rib yurishini, kelinning xizmatlarini ko'rib haqqiga duo qilishni nasib qilgan bo'lsin. Xonadoningizga Alloh taolo shu kelin bilan birga yana barakot olib kelsin. Shu kelin bilan birga fayz futuh, hidoyat, iymon, din olib kelsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Rob taolo xizmat qilganlarni ham, xonadon sohiblarini ham mana shu yerda bo'lgan amr ma'rufdan va qilingan bir xayr ehson sadaqotlardan, qilingan ehsonlardan hosil bo'lgan savoblardan bahramand qilgan bo'lsin. Rob taolo o'zing bu xonadonga fayz barakot, fayz futuh, dini, diyonat, iymon, hidoyat ato qilgin. Seni muhabbatingni, payg'ambaringning muhabbatini, diningni, to'g'ri yo'lini dunyoga almashtirib qo'yishdan saqlagin. Bularga bergan dunyoyini yana ham ziyoda qilib bergin, qalblaridagi iymonini undan ham ziyoda qilib bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rob taolo kelin kuyovlarning nikohini barakotidan o'zlariga, o'rtalariga muhabbat sol, ahli saloh farzandlar ato qilgin. Va robbil alamin bularning nikohini barakotidan o'zlarini ham, ota-onalarini ham, kelgan mehmonlarni ham, butun ummati Muhammadni gunohlarini Allohim o'zing mag'firat qilgan bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar. Rahmat, Alloh baxtini bersin bolalarga.